Diqqat! O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi ayollarni oddiy askar va serjantlar tarkibi lavozimlariga kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga taklif etadi. Aloqa mutaxassisligi lavozimlariga aloqa, elektronika, axborot texnologiyalari va turdosh yo'nalishlarda yoki o'quv kurslarida ushbu mutaxassisliklar bo'yicha tahsil olgan, o'rta maxsus yoki oliy ma'lumotga ega bo'lgan ayollar, operatorlik mutaxassisligi lavozimlariga mutaxassislikdan qat'iy nazar o'rta maxsus va oliy ma'lumotli ayollar ariza topshirishlari mumkin. Nomzodlar me'yoriy hujjatlarda belgilangan talablarga javob berishi, Bo'yining balandligi 165 sm va undan yuqori bo'lishi talab etiladi. Ushbu lavozimlarga Toshkent shahri, Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida joylashgan harbiy qism va muassasalarda aloqachi hamda operator mutaxassisligi bo'yicha harbiy xizmatni o'tashni xohlagan ayollar o'rtasida saralash tadbirlari o'tkaziladi. Yuqorida ko'rsatilgan hududlarda yashovchi ayollar bilan bir qatorda ushbu hududlarda xizmat qilishni istagan respublikamizning boshqa viloyatlaridan bo'lgan nomzodlar ham ariza topshirishlari mumkin bo'ladi. Tanlov ishtirokchilarining arizalari joriy yilning 20-iyul sanasiga qadar may.gov.uz portali orqali qabul qilinadi. Murojaat uchun telefon 71 kodi bilan 269 80 19, 50 kodi bilan 030 80 19.